Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqanlar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodirxonovaning hayotiy faoliyati bosh tema qilingan hujjatli film Muhabbatning 10 sharti Amerikada o'tkazilgan Tog' film festivali nomli festivalda qo'yildi. Baş tabi Amerika'nın Colorado ştatına joylashgan Tog' film festivali bir mustaqil film festivalidir. Festival torbetida ko'rsatishicha, festival mushu ayning 28-kunidan 31-kunigacha 4 kun davom qiladi. Muhabbatning 10 sharti 28-may va 30-may 2 qatim ko'rsatildi. Muhabbatning 10 sharti nomli hujjatli film 2009-yilda tunji qatim Avstraliyada o'tkazilgan Melbourne xalqaro film festivaliga qo'yilgan va Avstraliya-Xitoy munosabatlarida so'g'uqchilik paydo qilgan edi. Muhabbatning 10 sharti yana Tayvanda ilib berilgan Kaohsiung film festivali va Amerikaning Atlanta shahrida ilib berilgan kino film festivallarida qo'yildi. Xitoy doiralari 5-iyul vaqasidan keyin G'ulj shahrining Dadam to'yisida 40 ga yaqin Uyg'urni diniy va siyosiy sabablar bilan qo'lga olgan. Yerlik ommaning shikoyat qilishicha qo'lga ilinganlarning 5-iyul vaqasi bilan chetishligi bo'lmasa-mu, lekin doiralar ularni hozirga qadar tutib turmoqda ekan. Xitoy doiralari qo'lga ilinganlarni bo'lgunchilik bilan ayblagan. Sultan Tursun G'ulj shahrining Dadam to'yisida siyosiy va diniy sabablardan tutqunga uchirgan Uyg'urlarning biri. Uning Urumchida yuz bergan 5-iyul vaqasi bilan munosabati bo'lmasa-mu, lekin 5-iyul vaqasi yuz berib 10 kundan keyin qo'lga ilingan. Shu qitimqi tutqun qilish harakatida Ullastay va Buloq Dadamtu kentining o'zidanla 40 tak Uyg'ur yosh qo'lga ilingan. Pakistondagi Ömer Uyg'ur vakfi tarafidan ochilgan Ömer Uyg'ur maktabi bu yil 3-oyda taqilib qolgan. Maktab bultur 3-oyda Pakistondagi Ömer Uyg'ur vakfi tarafidan ochilgan va o'quvchilari tezlikda ko'paygan edi. Maktabning taqilib qilishida Pokistonda turishli Xitoy elchixonasining ko'p rol o'ynaganligi ilgari surilmoqda. Navbat Xitoy elchixonasi Pokistonda boshqa bir maktab ochgan va Pokistondagi Uyg'ur bolalarni maktabda haqsiz o'qitadiganligini va'da qilgan. Navbatda Ömer Uyg'ur vakfining qurg'uvchisi Ömer Efendi Ömer Uyg'ur ana til maktabini qayta etish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Dünya Yaşları ve Medeniyetleri Uçuşu Türkiye'nin Ankara şehrinde açıldı. Faaliyetga Uyg'urlarga vakolatan Sharqi Turkiston Madaniyat ve Hamkorlik Jamiyati Ankara sho'basining boshlig'i Xayrullo Afendigil boshchiligidagi 5 kishilik hay'at qatnashdi. Faaliyat o'tkazilayotgan Madaniyat markazining oldiga boshqa davlatlarning bayrog'i bilan birga Sharqi Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i esilgan. Ko'rgazma zalda Uyg'ur madaniyati, urf-odatlari, hozirgi vaziyati va 5-iyul Urumchi vaqasi aks ettirilgan suratlar ko'rgazma qilingan. 5-ayning 17-kuni Turkiyaning Nahti shahrida Turk dunyosi va Sharqiy Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. Yig'inni Nahti universiteti kitob klubi uyushtirgan. Yig'inda alay taklif qilingan Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Sharqiy Turkiston Madaniyat va Hamkorlik jamiyatining boshlig'i Si Tumturk Efendi doklad berdi. Si Tumturk Efendi nuqtali holda 5-iyul Urumchi vaqasining keyingi vaziyat haqida, shundaqla Uyg'urlarning har qaysi davlatlardan, bo'libmi Turkiyadan kutadigan umidlar haqida to'xtaldi. Axırda yığın qatnaşqıçları Si Tumturkdan bas-bas savol so'rashdi. Yığın 2 soat davom qildi. Yığınga o'qituvchi o'quvchilardan bo'lib 600 atrofida kishi qatnashdi. Xitoy Markaziy hukumatining Xinjiang xizmat yig'ini 17-may Beijingda ochilgan. 3 kun davom qilgan yig'inning 1-kunida Uyg'ur rayonining yangi partikom sekretari Jang Chunshen doklad bergan. Janubiy Jungo Sahar gazetining xabar qilishicha, Jang Chunshen yig'inning ochilishida yig'inning maqsadi haqida to'xtalib, Xinjiangda amaliyotga uyg'un taraqqiyot yo'lini belgilash, Xinjiangda uzun mezgilgacha muqimlikni saqlash va Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyotini boshqa o'lkalarga yetishtirish deb ko'rsatgan. Xitoy Markaziy hukumatining Xinjiang xizmat yig'ini plani 5-iyul vaqasidan keyin o'ttirg'i chiqqan. Yig'in ochilishdan avval Markaziy hukumat har qaysi o'lkalardan Uyg'ur rayoniga xizmat gruppasi avatib tekshirish ilib borgan. Dal mush paytlarda Markaziy Fransiyadagi Chegirsiz muxbirlar tashkiloti Uyg'ur avtonom rayonining partikom sekretari Jang Chunshenga qarata ochiq xat e'lon qildi. Tashkilot xatida Uyg'ur elida internet qayta asliga keltirilgan bo'lsa-mu, internetga qaratilgan cheklimani azaytish kerakligini ko'rsatdi. Amerikadagi ko'zi ko'ringan Uyg'ur tadqiqotchisi Gardner Bowingtonning o'z vatanida yaklangan Uyg'urlar nomli kitobi Kolumbiya nashriyoti tomonidan nashr qilindi.
Kolumbiya Universiteti nashriyati tarqatgan bu kitob haqidagi uchurlarda ko'rsatishicha, kitob Uyg'urlarning 1949 yildan buyongi qarshilik harakatlari, davlat alqagan tashkilotlari qatorliqlarning sabablari va tarixiy arx ko'rinishiga qarab chiqqan. Uchurda ko'rsatishicha, ba'zi chet el va Xitoy mutaxassislari Uyg'urlarning siyosiy harakatlarini musulmon terrorchiligi deb suratlab, buni dunyo terrorchilik to'rg'ib chetishga uringan. Halbuki Gardner Bovington bu xil farazlarning asosi ojiz ekanligini ilgari surgan. Gardner Bovington Amerikadagi Indiana Universiteti Yevroasiyo markazining tadqiqotchisi. Radio anglag'uchilarimizning Uyg'ur eli Qarmay shahridan inkos qilishicha, Qarmay shahrining 40 rayonidagi Uyg'ur mahallasi tarqaqlashtirish xavfiga duch kelgan. Bu mahalla Uyg'ur rayonining har qaysi joylaridan ko'chib kelgan, nufussiz Uyg'urlardan shakllangan bo'lib, mahallada asosligi Qarmay shahrida ko'pchilik, qassobchilik va ko'ktatchilik bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlar o'ltiraqlashgan. Qarmay shaharlik hukumat mazkur mahallani Qarmay shahrining muqimligiga tahdid deb qarab, mahallani tarqaqlashtirish qarorini olgan. O'xshash voqea o'tgan yil 5-iyul voqeasidan keyin Urumchi shahrining Atbaygi maydoni qatorliq Uyg'ur mahallalarida yuz bergan. Yaqında Almatadagi Mir nashriyati atoqli Uyg'ur adib Abrim O'tkirning she'rlar to'plamini Kiril yozig'ida nashr qildi. Bu she'rlar to'plamini doktor Ruslan Azyov nashrga tayyorlagan. Kitobning nashr qilinishiga Qozog'istondagi bir qism saxovatchilar iqtisodiy jihatdan kuch chiqargan. Kitobda shoirning bir qism nodir asarlaridan boshqa, shoirning vafotiga bag'ishlab yozilgan bir qism she'r va nasrlar kirgizilgan. Asar Qozog'istondagi kitobxonlarning qizg'in olqishiga erishgan. Uyg'ur biz tur betida bayon qilinishicha, Xitoyning bexatarlik tarmoqlari 18 may kuni Xitoy Markaziy Millatlar institutining dotsenti Ilhom To'xtining chet ellarda ochilgan ilmiy yig'inlarga berish cheklanganligini uqtirgan. Tur ahlining muloyiz qilishicha, Ilhom To'xtining chet ellarga chiqishining cheklanishi uning yaqinda Yevropa birligining oliy vakili Catherine Ashton bilan suhbatlashganligi sababchi bo'lgan. Xitoy hukumati Ilhom To'xtining Vengriya, Gollandiya, Turkiya, Shvetsariya, Norvegiya qatorliq davlatlardagi ilmiy jamiyatlarning taklifiga binoan chet ellarga berishni rad qilib kelayotgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.